O'zbekistonda eko afsonami yoki haqiqat? Taqdirim shu ekan. Lekin bu yerda markaz ochilgandan keyin ancha arzon bo'ldi. Esimda bir paytlar shunday burilish nuqtasi bo'lgan edi. Hammasidan shifokorlarga yurishdan charchaysan. Mayli 40 yoshda ham, hatto 50 ga yaqinlashganda ham ayollar farzand ko'rishadi, nima bo'pti? Men hatto erimga keling ajrashib ketaylik deb ham aytganman. Oilada bepushtlik bo'lsa, ayol aybdor deyishadi. Yo'q, bu noto'g'ri fikr. Menda farzand ko'rishga chin dildan juda kuchli istak bor edi. Bepushtlik omillarining 50% aynan erkaklar bilan bog'liq. Ko'pchilik meni bu fikrimdan qaytarmoqchi bo'ldi, lekin men oxirigacha boraman dedim. Mamlakatimizda 2019-yil mart oyidan beri EKOga rasman ruxsat berilgan. Bugungi kunda bepushtlik qanday davolanadi? Bepushtlikning gormonal sabablari ortiqcha vazn butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham bepushtlik asosiy muammolardan biridir. Hozirgi kunda erkaklar bepushtligining turli shakllari ko'payib bormoqda. Erim shunday dedi. Nima taklif qilsangiz ham biz hammasiga rozi bo'lamiz. Biz shuncha yil davomida turli klinikalarga qatnadik. Tahlillar esa ikkovimizda ham yaxshi chiqardi. Ya'ni hech qanday og'ish ham, muammo ham yo'q. Men uchun yagona yo'l bu EKO edi. Ota-ona bo'lish yo'lidagi 7 hikoya. Men hozir butun ayollarni hayron qoldirishim mumkin, lekin o'sha payt Xudoga shukr deb o'ylagandim. Yillar davomida ota va ona degan so'zni eshitishni orzu qilgan juftliklar qanday sinovlardan o'tadi? Butun homiladorligim qo'rquv ostida o'tdi. Men hech qanday zavq olmadim. Qarindosh urug'larning savollari odam ko'p narsani boshdan kechirar ekan. Bosim ham bo'lardi, hamma so'rayverardi. Xo'sh, nima, qachon, nega bo'lmayapti? Men yig'lardim, chunki o'zim juda xohlardim. Tanlov Turkiyaga tushdi. Aslida biz ekoni o'ziga emas, balki homiladorlikka, homiladorlikni ko'tarishga va tug'ruqqa tayyorgarlik ko'ramiz. Mehmonxona uchun pul to'lash, u yerda yashash, ovqatlanish. Bu haqda gapirishim juda ham qiyin. Hatto hozir ham aytsam badanim junjikib ketadi. Uning juda mantiqiy nega degan savoliga esa bizda javob yo'q. Buni keyinga qoldirdim. Aslida ancha oldin qilishim kerak edi. Shunda imkoniyatlarim ko'proq bo'lardi. Bepushtlik bilan kasallangan barcha homilador ayollarimiz chet elga yuborilardi. Dunyoda bolalarning motorli, psixo-emotsional rivojlanishi, ularning soni 8 milliondan oshadi. Men hatto EKOga ham ishonmay qo'ydim. Keyin u tabriklayman, siz homiladorsiz dedi. Bu albatta ushbu film bir narsani eslatib tursin. Mo'jiza mumkin. Eko yordamida dunyoga kelgan har bir bola bu katta g'alaba. O'zbekistonda eko afsona yoki haqiqatmi? Bugungi kunda bepushtlik qanday davolanadi? Yillar davomida ota va ona degan aziz so'zlarni eshitishni orzu qilgan juftliklar qanday sinovlardan o'tadi? Ushbu film eko jarayoni haqida illyuziyalar va taqiqlardan xoli bo'lgan samimiy muhokamani taqdim etadi. 7 oila, 7 taqdir, ota-onalik yo'lidagi 7 hikoya. Ba'zan uzoq, og'riqli va hatto yurakni ezuvchi. Ammo bu umid inson hayotini qanday o'zgartirishi mumkinligi haqidagi hikoyadir. Zalina turmush o'rtog'i bilan 2018-yilda turmush qurgan. Birga yashagan vaqt davomida 2 marotaba tabiiy ravishda homiladorlik yuz bergan. Ammo har ikki holatda ham homila rivojlanmay to'xtab qolgan. Bu holat ularning oilasini hatto ajralish yoqasiga olib kelgan. Doimiy ravishda jamiyatdan shunaqa savollar bo'lardi. Bizni jamiyat ba'zan andishasiz bo'ladi. Qachon homilador bo'lasizlar? Axir turmush qurganingizga ancha yil bo'ldi-ku degan gaplar. Bu ba'zan juda asabimga tegardi. Esimda bir paytlar shunday burilish nuqtasi bo'lgan edi. Hammasidan shifokorlarga yurishdan charchab ketasan. Nimanidir qilish kerakligidan, keyin ertasi kuni shifokorimizga borishim kerak edi. Men esa erimga, "Bo'ldi, men bormayman, endi xohlamayman" dedim. Ishonchim qolmadi. Shifokor meni urishib beradi deb o'ylagandim. Aslida shifokordan bunday narsani kutmaysan, lekin baribir biroz asabiylashdim. Go'yo hamma narsadan voz kechgandek edim. Ammo yana juda mehribonlik bilan hammasini tushuntirib berdi. Bizni qo'llab-quvvatlashga harakat qildi. Keyin kelasi siklda sizni kutaman dedi. Biz sun'iy inseminatsiyani sinab ko'rdik, ammo u ham natija bermaganidan keyin yana tushkunlikka tushdim. Barcha analizlar yaxshi, lekin nega homiladorlik bo'lmayapti? Tushuna olmadik. Shunda u balkim sizlarda psixologik bepushtlik bosqichi boshlangan bo'lishi mumkin dedi. Keyin yana rostini aytsam sizlarga nima taklif qilishni ham bilmayman dedi. Shunda erim nima taklif qilsangiz ham hammasiga rozimiz dedi. Shifokor esa kelinglar tabiiy siklda ekoni sinab ko'ramiz dedi. Katta mioma va texnik jihatdan juda qiyin kirish imkoniga qaramay, deyarli imkonsiz narsa amalga oshdi. Bitta tuxum hujayrasi olindi. Undan esa yagona embrion hosil bo'ldi. Aynan o'sha kutilgan embrion va Zalina homilador bo'ldi. O'sha siklni o'zida 20-sanalar atrofida funksiya bo'ldi. 25-kuni esa embrion ko'chirildi va 9 oydan keyin farzandimiz dunyoga keldi. Biroq avvalgi muvaffaqiyatsiz urinishlar o'zlarini his qildiradi va mo'jizani quvonch bilan kutish o'rniga u yangi yo'qotish qo'rquvi bilan yengib o'tadi.
Qizimga eko orqali homilador bo'lganimda albatta qo'rquv bor edi. Chunki buni bir muncha vaqt boshdan kechirganingizda meni butun homiladorligim qo'rquv bilan o'tdi. Men hech qanday quvonchni his qilmadim. Men shunchaki bu yana sodir bo'lmasligidan ruhiy qo'rquv bilan qoldim. Bu esa quvonch bilan aralash edi. Bugun ajoyib Anika 3 yoshda. Bu oila uchun 3 yillik baxt va faqat ulargina ota-ona bo'lish yo'lida qanday sinovlardan o'tishganini biladi. Bu hikoya shu haqda. Ba'zan faqat bitta imkoniyat, bitta hujayra va taslim bo'lmaslik haqidagi bitta qaror kifoya qiladi. Ehtimol hozir butun ayollarni hayron qoldirarman, lekin o'sha payt Xudoga shukr, nihoyat u dunyoga keldi deb o'yladim. Mamlakatimizda eko 2019-yil mart oyidan rasman ruxsat etilgan. Ilk 2 yil biz uchun eng qiyin va hal qiluvchi davr bo'lgan. Chunki biz aholimizga, xalqimizga o'z bilim va tajribamiz Turkiya, Rossiya yoki Qozog'iston kabi mamlakatlarda ko'p yillardan beri amalga oshirib kelinayotgan eko dasturlari mutaxassislardan kam emasligini isbotlashga harakat qildik. Dunyoda eko dasturining muvaffaqiyatli natija ko'rsatkichi taxminan 35% ni tashkil etadi. Bu jahon statistikasi. Yosh va sog'lom juftlikda tabiiy yo'l bilan homiladorlik ehtimoli 20-25% ni tashkil qiladi. Va bu faqat bitta sikl uchun. 3 sikldan keyin bu ehtimol 15% gacha tushib ketadi. Ekoda esa biz barqaror ravishda taxminan 35% natijaga, ya'ni juftliklarda homiladorlik yuzaga kelishiga erishamiz. Hammasi yaxshi, bolajonlar juda yaxshi rivojlanyapti. Homilani yaxshi rivojlanayotgani haqidagi bu so'zlarni Toshkent viloyati Angren shahridan kelgan Parizoda, ismi o'zgartirilgan, 14 yil davomida eshitishni orzu qilgan. Qahramonimiz yuzini ko'rsatmaslikni iltimos qildi. Men 2011-yilda turmushga chiqqanman. Mana bu yil turmush qurganimizga 14 yil bo'ldi. Qarindoshlardan har xil savollar bo'lib turadi. Yaqinlarimiz hech narsa demasdi. Hammasi yaxshi edi. Lekin men o'zimni noqulay his qildim. Shuncha yil o'tib ketdi. Ko'p sinovlardan o'tasiz. Biz testlardan o'tdik. Hammasi joyida edi. Hech qanday to'siqlar yo'q edi. Lekin baribir homiladorlik bo'lmadi. U birinchi marta shifokorga tuxumdon polikistozi va ortiqcha vazn tashxisi bilan murojaat qildi. Birinchi eko protokoli natija bermadi. Ikkinchi urinishgacha u qariyb 17 kilogrammga ozdi. Qo'shimcha tekshiruvlardan so'ng yana bir bor embrion ko'chirish amaliyoti o'tkazildi. Bugun Parizoda egizaklarga homilador. Men o'zim aytdim. Menga eko kerak. Ko'pchilik meni bu qarordan qaytarmoqchi bo'ldi, lekin qalbimda muvaffaqiyatga erishishga umid bor edi. Men oxirigacha boraman. Kim nima desa desin, baribir oxirigacha boraman dedim. Va mana, shu yil hammasi amalga oshdi. Ortiqcha vazn va turmush tarzi mutaxassislar fikricha farzand rejalashtirishda alohida e'tibor qaratish kerak bo'lgan asosiy omillardan biri. Ortiqcha vazn bugungi kunda butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham reproduktologiya sohasidagi eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Bunga asosiy sabablardan biri noto'g'ri ovqatlanish, fastfoodlar, gazlangan shirin ichimliklar va shu kabi mahsulotlar. Bundan tashqari, bugungi kunda ko'pchilik onlayn yoki uydan turib ishlaydi. Ko'p odamlar avtomobildan foydalanadi. Natijada gipodinamiya, ya'ni harakat kamligi kuzatiladi. Ya'ni odam kam harakat qilib, shu bilan birga nazoratsiz ovqatlansa, vaqt o'tishi bilan ortiqcha vazn to'playdi. Ortiqcha vazn va semirish reproduktiv funksiyaga qanday ta'sir qiladi? Birinchi navbatda insulin gormoni orqali. Odamda ortiqcha vazn bo'lsa va u kam harakat turmush tarziga ega bo'lsa, insulinga rezistentlik paydo bo'ladi. Ya'ni insulin miqdori juda ko'payib ketadi va u yog'ga aylanadi. Insulin gormonining yuqori miqdori ayollarda ootsitlar, ya'ni tuxum hujayralarining, erkaklarda esa spermatozoidlarning sifatini yomonlashtiradi. Avvallari oilada bepushtlik bo'lsa, ayb ayolda deb hisoblanardi. Bugungi kunda esa amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, holatlarning 50%, ba'zan esa undan ham ko'prog'i erkaklar hissasiga to'g'ri keladi. Hozir erkaklar bepushligining turli shakllari ko'payib bormoqda. Bu tashqi muhit omillari, noto'g'ri turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish va gormonal buzilishlar bilan bog'liq.
Hozir biz ko'proq semizlikka chalingan qizlarni ham, erkaklarni ham ko'ryapmiz. Shuningdek, stress, dam olish va uyqu rejimi buzilishi tufayli gormonal muammolar ham ko'paymoqda. Bu omillar ayol va erkak organizmiga ta'sir qiladi. Gormonlar muvozanati buziladi. Aslida esa reproduktiv tizim gormonlar ta'siri ostida ishlaydi. Bular steroid gormonlar, buyrak usti bezlari gormonlari, qalqonsimon bez gormonlaridir. Shuning uchun bugungi kunda yoshlarning turmush tarzi o'zgargani sababli bepushtlik sabablari ham ortib bormoqda. Bunday holatlar avvalgiga nisbatan ancha ko'p uchramoqda. Qizlar turmushga chiqqanida organizm uchun bu ham stress hisoblanadi. Yangi muhit, yangi oila, yangi odatlar. Bundan tashqari o'zbek ayollari odatda uy ishlariga juda faol kirishadi. Kun bo'yi oshxonada yoki uyda hammaga yordam berish bilan band bo'lishadi. Natijada kech uxlashadi. Bu ham ovulyatsiyaga ta'sir qiladi. Prolaktin gormoni oshadi. U stress tufayli ham ko'tarilishi mumkin. Ayol juda kech uxlasa ham prolaktin miqdori ko'payib ketadi va bu ovulyatsiyani to'sib qo'yadi. Bu holat nafaqat ayollarda, balki erkaklarda ham kuzatiladi. Natijada ikkalasida ham fertillik pasayadi. Ayollarda ovulyatsiya bloklanadi, erkaklarda esa spermatogenez buziladi. Ko'p hollarda mamlakatimizda yangi turmush qurgan juftliklardan deyarli 9 oydan keyinoq farzand kutiladi. Ammo turli omillar va sabablar tufayli hammada ham bu orzu juftlik yoki ularning atrofidagilar kutganidek tez amalga oshavermaydi. Afsuski, ko'pincha atrofdagilarning savollari, taxminlari va nasihatlari juftlikka yanada bosim o'tkazadi. Bosim bor edi. Hamma so'rardi, "Xo'sh, qachon, nima bo'lyapti sizlarda?" Ota-onalar ham so'rardi. Ular alohida bosim o'tkazmasdi albatta. Qaynonam esa doim meni qo'llab-quvvatlab kelgan. Hozir ham qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bilasizmi, jamiyat tomonidan shunday savollar bo'lardi. "Xo'sh, qachon? Nega bo'lmayapti?" Mingta savol berishardi. Albatta, tanishlarim yoki dugonalarimdan kimdir homilador bo'lganini ko'rsam, men yig'lab yuborardim. Chunki men ham juda ham xohlardim. Ular homilador bo'lib, qorni bilan yurganini, farzandli bo'lganini ko'rib, albatta xursand ham bo'lardim. Mayli, Xudoga shukr. Shunday holatlar bo'ladiki, juftlik farzandli bo'lish yo'lidan borayotganda ularni ko'pchilik kuzatib turadi. Go'yoki yotoqxonada uchinchi bir odam paydo bo'lganday. Bu faqat qarindoshlar emas, bu butun jamiyat, kimningdir kutgan umidlari. Shunda juftlikning shaxsiy hayoti jamoatchilik masalasiga aylanib qoladi. Bu yerda juda muhim narsa eshiklarni yopishni o'rganish. Bevosita ham, ramziy ma'noda ham. Farzand ko'rish er-xotinning ishi. Bu albatta hamkasblar, jamiyat yoki qo'shnilarning ishi emas. Bu hamkasblar qachon, umuman harakat qilyapsizlarmi? Bolalaringiz qachon bo'ladi? Nega vaqtni yo'qotyapsiz? Kabi savollar beradigan odamlardan imkoni bo'lsa uzoqroq bo'lish kerak. Odamlar o'zlari o'ylab topgan fikrlar bilan sizni yana ranjitmasligi uchun bunday mavzularga teginmaslik kerak. Shu bilan birga aniq aytish ham muhim. Biz juftlikmiz va bu bizning ishimiz. Bu yerda ichki motivatsiya va tayyorgarlikni anglash juda muhim. Agar bu mavjud bo'lsa, jamiyat bosimi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Shunda inson o'zi uchun aniq qaror qabul qilishi kerak. Yo siz farzandli bo'lish yo'lidan borasiz, yoki jamiyat kutgan umidlarni qondirishga harakat qilasiz. Dinaraning hikoyasi O'zbekiston reproduktiv tibbiyotidagi eng noyob holatlardan biri hisoblanadi. Bir tuxumdonda follikulalar o'sardi, ammo bachadon nayi o'tkazmaydigan edi. Ikkinchi tomonda esa nay o'tkazuvchan, lekin follikulalar yetilib chiqmasdi. Katta o'g'lim 12 yosh. Birinchi homiladorligim tabiiy yo'l bilan bo'lgan. Lekin qizimga homilador bo'la olmadim. Avvaliga 1 yil, 2 yil kutdik, keyin esa qo'rquv bo'la boshladi. Menga endometrioz kistasi bo'yicha operatsiya qilishdi. Rostini aytsam, bungacha meni doim dori-darmonlar bilan rosa davolashardi. Kista esa o'sishda davom etardi. Homilador bo'lishim uchun juda ko'p gormonlar, turli dori vositalari berilardi. Ko'plab shifokorlarga murojaat qildik, lekin javob deyarli bir xil edi. Hech qisi yo'q. 40 yoshda ham, hatto 50 ga yaqinlashganda ham ayollar tug'adi. Biz esa davolandik, lekin natija bo'lmadi. 2020-yil oktyabr oyida men erimga "Bo'ldi, ke ajrashaylik, baribir bizda bo'lmayapti" dedim. U esa "Yo'q, sen nima deyapsan?
bizda albatta farzand bo'ladi deb meni ishontirdi. Shunda O'zbekistonda ilk bor tabiiy siklda eko o'tkazishga qaror qilindi. 2 embrion olindi va ular muzlatilmasdan ko'chirildi. Muvaffaqiyat ehtimoli deyarli 0 ga teng edi. Ammo mo'jiza ro'y berdi. Dinara homilador bo'ldi va sog'lom qizaloqni dunyoga keltirdi. Hammasi birinchi urinishdayoq amalga oshdi. Fevral oyida testda ikkita chiziqni ko'rdik. Mana oktyabr oyida qizimiz 4 yoshga to'ldi. Ra'no birinchi marta 15 yil avval tabiiy yo'l bilan ona bo'lgan. O'shanda uni ikkinchi farzandini istaganda qanday uzoq yo'l kutayotganini hech kim bilmasdi. Meni hikoyam 13 yil avval boshlangan. Men yana bir bor homilador bo'lishga qaror qilganman. Lekin bu amalga oshmadi. Keyin 1 yil o'tgach, men barcha reabilitatsiya jarayonlaridan o'tdim. Shundan keyin 2 marta ketma-ket homilador bo'ldim. Lekin ikkalasi ham bachadondan tashqari homiladorlik bo'ldi. Natijada ular meni naychalarimni va tuxumdonimni yarmini olib tashlashdi va menga tamom bepusht ekanligimni aytishdi. Bu men uchun katta shok bo'ldi. Men uchun yagona yo'l eko edi. Lekin birinchi turmush o'rtog'im bunga unchalik ahamiyat bermasdi. Bolalar bo'lmasa ham mayli, bittasi bor-ku, shu yetarli derdi. Lekin menda yana bir bor farzandli bo'lishga juda kuchli istak bor edi. Ona bo'lish tuyg'usini yana bir bor his qilishni juda xohlardim. Shunday bo'ldiki, biz ajrashishga majbur bo'ldik. Birinchi nikohimizda bu orzu amalga oshmadi. Asoratidan keyin ona bo'lishga yana bir bor urinish qilgan Ra'no uchun tabiiy homiladorlik imkonsiz edi. Ekoning 2 protokoli ham natija bermadi. Shifokorlarning aytishicha, faqat 3-urinishdagina 3 ta embrion olishga muvaffaq bo'lindi. Tayyorgarlik va kryo ko'chirishdan keyin u homilador ekanini bilib oldi. Suratga olish paytida homiladorlik muddati 7 hafta edi. Qo'rqinchlisi shundaki, testni qo'lingda ushlab turganingda faqat bir narsani o'ylaysan. Shu chiziq yo'qolib ketmasin deysan. U yana ham ravshanroq ko'rinib borsin deysan. Uni kuzatishda davom etasan. Biz ekoga murojaat qilishimiz va aynan eko orqali ota-ona bo'lishimizni aniq anglab yetgan edik. Men uni qo'llab-quvvatlayman va o'zim ham farzandimizning dunyoga kelishini juda intizorlik bilan kutyapman. Aytish kerakki, bu yo'l oson emas, juda og'ir. Ham ma'naviy, ham jismoniy jihatdan turli tashvishlar, ko'plab kechinmalar bo'ladi. Shuning uchun harakat qilamiz. Turmush o'rtog'ining so'zsiz qo'llab-quvvatlashi va tushunishi ayolga hayotining qiyin davrida yolg'iz emasligini, birga qo'lma-qo'l ushlashib bardosh bera olishini anglashga yordam beradigan muhim omildir. Urinishlar juda ko'p bo'lganda inson o'zini shaxs sifatida emas, faqat biror funksiya sifatida ko'ra boshlaydi va salbiy natijani ko'radi. Natija esa hali ham yo'q. Shunda shuni tushunish juda muhim. Siz faqat natija emassiz. Siz urinishlaringizdan ham ko'proq narsasiz. Siz tirik va qadrli insonsiz. Sizning yo'lingiz bu allaqachon muhabbat, yo'qotishlar va jasoratga to'la katta hikoya. Agar siz hozir chegarada turgan bo'lsangiz ham bu hali oxiri emas. Sizga faqat qo'llab-quvvatlash kerak. Turmush o'rtog'ingiz, do'stlaringiz, psixolog yoki shifokorlarning qo'llab-quvvatlashi. Agar ayol tug'masa, unda bepushtlik omillari ko'proq bo'lishi mumkin degan noto'g'ri tushuncha mavjud. Chunki bolani aynan ayol organizmi ko'tarib yuradi. Shuning uchun ham hamma narsa unga bog'liq deb hisoblanadi. Ammo bu noto'g'ri tushuncha. Hozir androloglar bu masalani chuqurroq o'rganishni boshlashdi va biz tushundikki, bepushtlik omillarining taxminan 50% aynan erkaklar bilan bog'liq. Odatda juftlikda farzand bo'lmayotganini birinchi bo'lib ayol sezadi va tashvishlana boshlaydi. Lekin biz bemorlar bilan muloqot qilganimizda avval reproduktologlar ko'radi, keyin esa erkak ham tekshiruvga kelishi kerakligi aytiladi. Shunda aniq bo'ladiki, bu yerda faqat ayol bilan emas, ikkalasi bilan ham ishlash kerak. Zamonaviy hayotda erkaklarga ta'sir qilayotgan ko'plab omillar bor va ularning barchasi fertillikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar oddiy qilib aytsak, har yili erkak o'z fertilligining taxminan 3%ni yo'qotadi. Ya'ni 10 yilda bu ko'rsatkich 30% gacha kamayishi mumkin. Xullas, bepushtlikka faqat ayollar sabab bo'lmaydi. Rostini aytsam, menga eng hayratli tuyulgan narsa shu bo'ldiki, biz shuncha yil turli klinikalarga bordik. Tahlillar esa
ikkovimizda Ha, ham to'g'ri. yaxshi chiqardi. Ya'ni hech qanday og'ishlar yo'q edi. Shifokorlar esa shunday holatlar bo'ladi, yana 1-2 yil kutinglar, hammasi bo'lib ketadi derdi. Lekin aniq bir tushuntirish berilmasdi. Andreyning turmush o'rtog'i Irina 14 marta eko dasturidan o'tgan. To'g'rirog'i, ular ikkovi birgalikda 14 marta eko yo'lini bosib o'tishgan. Chunki bir necha yillik kutilgan umidlar va muvaffaqiyatsiz urinishlarga to'la bu yo'lni ular birgalikda kechirishgan. Biz qancha shifokorlarga bordik, hammasi shoshilmanglar, qayerga shoshyapsizlar derdim. Aslida biz shoshilmagan ham edik. Lekin 35 yoshga yaqinlashganimda follikulalar zaxiram keskin kamayib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, aynan 35 yosh atrofida bu ko'rsatkich tabiiy ravishda pasaya boshlar ekan. Shunda biz bir qarorga keldik, eko qilish. Bu qaror men uchun juda og'ir bo'lgan. Chunki mening tasavvurimda eko go'yo eng oxirgi chora edi. Go'yo unga umuman murojaat qilmaslik kerakdek tuyulardi. Lekin ekoga borganimdan keyin tushundimki, men bu qarorni juda uzoq vaqt kechiktirib yurgan ekanman. Aslida buni ancha oldin qilish kerak edi. Shunda imkoniyatlarim ko'proq bo'lardi. Irina 2 marta homilador bo'lgan, ammo ikkalasi ham yo'qotish bilan tugagan. Juftlik hatto Turkiyaga ham borib ko'rgan. Bizning holatimizda bepushtlik sababi aniq emas edi. Keyin hammaning tavsiyasi bilan Turkiyaga borishga qaror qildik. 2 yil davomida u yerga borib keldik. To'liq eko dasturlarini o'tdik. 3 yoki 4 marta. Lekin baribir natija bo'lmadi. U yerda ham bu arzon ish emas. Ehtimol muammo ko'proq pulda emas, balki vaqtni behuda sarflashdir. Men shifokorlar tajribasiz yoki boshqa narsa deyotganim yo'q. Butun dunyodan odamlar u yerga keladi. Biz ham ko'rdik, shifokorlar malakali, lekin bizda natija chiqmadi. Xotinim ko'proq xavotirda edi. Qandaydir yo'l bilan, qanday aytsam ekan, o'zimni ishontirdim. Xo'sh, nima qila olaman? Bu taqdir ekan deb o'yladim. Keyin bu yerda ochilganda shunday deb o'yladik. Xo'sh, chet elda bo'lgani kabi bu yerda yo'lga va turar joy uchun pul sarflashingiz shart emasligini hisobga olsak, bu ancha arzon. Yana bir bor urinib ko'ramiz. Ana shu urinishda natija chiqdi, lekin biz hali natija bo'lishini bilmadik. Hech kimga hech narsa demadik. Xotinimga ham aytdim, hech kimga aytma. Natija bo'lganidan keyin aytamiz. Chunki avvalgi bir necha muvaffaqiyatsizliklardan so'ng qo'rqib qolgandik. Ko'z tegmasin deb. 100% natija bo'lganidan so'ng barchasini aytamiz va hammamiz xursand bo'lamiz dedik. Hozircha yo'q. Realist bo'lish kerak. Havodan qal'a qurib, o'zingni aldamaslik kerak. Va oxirigacha kutib, mana natijaga erishdik. Bir qator muvaffaqiyatsizliklar va muolajalardan so'ng Irina nihoyat yana bir urinish qilishga qaror qildi. 14-sini bu yerda Toshkentda bitta embrionni ko'chirish taqdiriy ahamiyat kasb etdi. Yaqinda oila sog'lom o'g'il chaqaloqni dunyoga keltirdi. Uning uchun ular uzoq yo'lni bosib o'tdi. Mamlakatimizda rasman ochildi va biz qaror qildik. Yana bir marta urinib ko'rsakmikin? Qanday qilib embrionni ko'chirish bilan birgami? Bu yerda natija birinchi urinishda chiqdi, lekin 9-haftada to'xtab qoldi. Gistologiya uchun material olinganda genetik ekanligini aytishdi. 4,5 yildan keyin nihoyat bu chaqaloq tug'ildi. Xo'sh, bu 3-urinishda natija berdi. Biz rejalashtirib, donor tuxumlari bilan qayerga borish mumkinligi haqida o'yladik. Lekin omad bizga kulib boqdi. Ana shunaqa. Bir necha yil oldin umidsiz juftliklar orasida eko uchun Turkiyaga borish juda mashhur edi va u yerda hamma narsa muvaffaqiyatli bo'ladi deb ishonishgan. Valeriya va uning turmush o'rtog'i ham shunday urindi, lekin natija chiqmadi. Taxminan 5-6 yil avval tug'ish haqida o'ylay boshlaganmiz, lekin hamma narsa amalga oshirilmadi. Muammolar bo'ldi, shifokorlarga, ginekologlarga bordik. Keyin esa faqat eko qilish kerak dedilar. Biz biroz tushkun bo'ldik va nima uchundir tanlov Turkiyaga tushdi. U yerda tanishlarimiz yaxshi klinika va professorni topishdi va hokazo. Shu bilan bordik, hammasini boshladik. Ular aytishganidek, biz mehmonxonada taxminan 1 oy yashadik.
ovqatlanish va boshqa narsalar uchun pul to'lash juda qimmatga tushdi. Bundan tashqari klinikaga o'z vaqtida to'lanishi kerak edi. Men shunchaki hamma narsa yaxshi bo'lishini va hamma narsa ajoyib bo'lishini juda intiqlik bilan kutayotgandim, lekin natija chiqmadi. Bir protokol va 2 embrion ko'chirildi. Bir embrion ko'chirilishi muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Vrach aytdi, 2-3 oydan keyin yana kelishingiz mumkin. 2-3 oy u yerda yashash imkoni yo'q. Biz uyga qaytdik. 2-3 oy o'tgandan keyin yana bordik, chunki embrionlar u yerda qolgan edi. Ikkinchi embrion ko'chirilishi ham natija bermadi. Shundan so'ng ko'z yoshlari, ruhiy tushkunliklar. Valeriya Toshkent klinikasiga noma'lum genezli bepushtlik bilan murojaat qildi. Ikkala juftlikda ham tahlillar va ko'rsatkichlar yaxshi edi, lekin homiladorlik yuzaga kelmaydi. Sababi bor edi, lekin Turkiyada hech kim unga e'tibor qaratmadi va hal qilmadi. Agar shifokor muammoga individual yondashganida ehtimol natija chiqar edi. Menda naylar yopiq va poliplar bor edi. Keyin bu yerda shifokor poliplar tufayli homiladorlik bo'lmasligini va naylar yopiq bo'lganini tushuntirdi. Hammasi tozalanishi va jarrohlik orqali yo'q qilinsa, tabiiy yo'l bilan ham eko orqali ham homiladorlik bo'lishi mumkin edi. Lekin Turkiyada buni tushuntirishmadi. Ular barchasini protokol bo'yicha tez bajarishadi. Individual yondashuv yo'q. Biz Turkiyada tibbiyot yuqori darajada deb o'ylaganmiz, lekin baribir natija chiqmadi. Shu yerda shifokorga murojaat qildik. U holatimizni tushuntirdi. U aytdiki, Turkiyada protokol va 2 embrion ko'chirilishi muvaffaqiyatsiz bo'lgan bo'lsa, sababini izlash kerak. Aniqrog'i, xo'sh, ekoga tayyorlaning demadi. U biz siz uchun Turkiyada qilganimizdek ish qilamiz, implantlar, eko dastur va shu bilan bo'ldi demadi. U shunchaki, xo'sh, biz sababini bartaraf etishimiz kerak dedi. Bularning barchasi bartaraf etilib, olib tashlangandan so'ng u menga, xo'sh, hamma narsa tugagach, embrion ko'chirilishini qilamiz dedi. Shunday qilib biz bu operatsiyani qildik. Keyin esa albatta darhol emas, embrion ko'chirilishi amalga oshirildi. Mutaxassislarning aytishicha, shunday holatlar ham bo'ladiki, barcha tahlillar me'yorda bo'ladi. Muolaja yuksak aniqlik, go'yoki zargarona mahorat bilan amalga oshiriladi. Ammo shuncha kutilgan testdagi 2 chiziq baribir paydo bo'lmaydi. Bunday vaziyatda hammasiga bo'lajak ota-onalarga ham, nozik ishonch bildiradigan shifokorlarga ham ruhiy jihatdan juda og'ir Bu bo'ladi. ish qanchalik zargarona aniqlikni talab qilmasin, men uchun texnik jihatdan qiyin tomonlari deyarli yo'q. Men o'z ishimni juda yaxshi ko'raman va unga butunlay berilaman. Men uchun eng qiyin lahzalar ayrim axloqiy jihatlardir. Masalan, bizda yaxshi hujayralarga ega bo'lganimizda urug'lantirish uchun yaxshi spermatozoidlar ham bo'ladi. Ammo 5-kunga kelib shifokorga va bemorlarga natijani, ya'ni qancha sog'lom embrion olganimizni aytishimiz kerak bo'ladi. Ayrim hollarda esa bitta ham embrion bo'lmasligi mumkin. Buni axloqiy jihatdan aytish juda ham qiyin. Hozir gapirayotganimda ham tanamdan titroq o'tyapti. Yana bir men uchun bundan ham qiyinroq holat bor. Biz yaxshi embrionni muzlatilgan holatdan chiqaramiz. Bo'lajak ona esa to'liq tayyor bo'ladi. Uni 12 kundan keyin ijobiy natijasini umid bilan kutamiz. Ammo homiladorlik yuz bermaydi. Va u ayolni juda tabiiy nega degan savoliga bizda javob bo'lmaydi. Ehtimol ishimizdagi eng qiyin jihat shu bo'lsa kerak. Biz ayollarni 3 toifaga ajratamiz. Birinchi toifa 35 yoshgacha bo'lgan yosh va sog'lom ayollar. Bunday holatda natijaga erishish ancha oson bo'ladi. Ayrim hollarda bu toifada homiladorlikka erishish ko'rsatkichi 50% gacha yetadi.
Keyingi toifa 35 yoshdan 40 yoshgacha. Bu yerda statistikaga ko'ra, homiladorlikka erishish ehtimoli taxminan 10-15% ni tashkil etadi. Va 40 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan toifada esa bu ko'rsatkich ancha past, 2-3% atrofida. Ya'ni eko yordamida ham, tabiiy yo'l bilan ham homiladorlik yuz berishi mumkin, ammo buning ehtimoli ancha kamayadi. Hozirgi kunda faqat Toshkent shahrining o'zida taxminan 11-14 ta eko klinikasi mavjud. Toshkentda ham, umuman O'zbekiston bo'yicha ham statistika deyarli bir xil. Ya'ni o'z natijalarini 70% gacha ishonch bilan da'vo qila oladigan klinikalar albatta haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Jahon statistikasi mavjud va u taxminan 35% ni tashkil etadi. Hozirgacha hech bir mamlakat bu ko'rsatkichdan oshgani yo'q. Qanday yangi texnologiyalar joriy etilsa ham. Biz Yevropa, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya kabi davlatlarda o'tadigan ko'plab xalqaro konferensiyalarda ishtirok etamiz. U yerda ba'zan samaradorligi ilmiy jihatdan isbotlanmagan yangi usullar haqida ham gapiriladi. Go'yoki ular homiladorlik ehtimolini oshiradi, ammo aslida bu usullar balki bo'lar, balki bo'lmas degan bosqichdan nariga o'tmaydi. Ilmiy asosi isbotlanmagan bu usullar statistikani jiddiy o'zgartirmaydi. Baribir u 35-40% atrofida qolaveradi. Toshkentda qahramonimizga eko dasturi juftlikning ongli qarori asosida o'tkazildi. Bu qaror embrionga implantatsiyadan oldin genetik test o'tkazish va genetik tahlil natijalari olingandan keyingina uni bachadonga ko'chirish maqsadida qabul qilingan edi. Hozir biz embrion trof ektodermasidan biopsiya olish jarayonini amalga oshiryapmiz. Mana shu qismi trof ektodermadan olinadi. Bu yerda sanasagan bo'ladi. Atigi 6 ta hujayra. Biz shu 6 ta hujayrani olib, tahlilga yuborish uchun topshiramiz. Embrion esa keyin to'liq tiklanadi. Test natijasiga ko'ra sog'lom o'g'il bola aniqlandi va aynan shu embrion ko'chirildi. Homiladorlik birinchi eko dasturi davomida birinchi embrion ko'chirilishi bilan sodir bo'ldi. Shunday qilib, uzoq kutilgan osmon dunyoga keldi. Bu yerda albatta hech kim hech qachon to'liq kafolat bermaydi, lekin baribir ehtimol ancha yuqori bo'ladi. Menda qandaydir ishonch bor edi. Bilmadim, ichimdan ishonchim kuchli edi. Hammasi albatta o'xshaydi deb. Va haqiqatan ham taxminan 15 kundan keyin shifokor bilan yozishdik. U mendan test qildingizmi deb so'radi. Men yo'q, hali erta-ku dedim. U baribir qilib ko'ring dedi. Shunday qilib, men test topshirdim. Lekin bitta chiziq chiqdi. Uyda yolg'iz edim va yig'lab yubordim va xo'sh, senga nima bo'ldi? Hatto eko ham endi yordam bermaydi dedim. Shunday qilib, o'zimni koyidim, o'zimni ayblay boshladim va yana o'ylab qoldim. Xo'sh, bu qachongacha davom etishi mumkin? Yig'lab yubordim. Test hojatxonada qolgandi. Shunday qilib, 10 daqiqadan so'ng men u yerga qaytib bordim va to'satdan qarasam, ikkinchi chiziq juda xira, juda bilinar bilinmas ko'rinadi. Turkiyada ham shunday bo'lgan edi. O'sha payt ham ikkinchi chiziq juda xira chiqqan. O'shanda ishonganman, lekin HGC tahlilida yo'q deb chiqqan edi. Shunda men testni rasmini shifokorga yubordim. U esa tabriklayman, siz homiladorsiz dedi. Men shok holatida edim. Hozirgina natija chiqmadi deb yig'lagandim. U esa homiladorsiz dedi. Qanday qilib zo'rg'a ikkinchi chiziq ko'rinib turibdi-ku. Menda bunday holat oldin ham bo'lgan dedim. Shifokor esa yo'q, siz homiladorsiz. Borib HGC tahlilini topshiring dedi. Keyin men tahlil natijasini yubordim. U esa tabriklayman, siz homiladorsiz dedi. Eko yo'liga qaror qilish juda qiyin, chunki bu hayotdagi muhim burilish nuqtasi. Bu juftlik o'zlari mustaqil ravishda muammoni hal qila olmayotganini tan oladigan va yordam kerakligini anglaydigan lahza. Men uddalay olmadim yoki qo'limdan kelmayapti degan fikrga kelish go'yo inson o'zining ojizligini tan olgandek tuyuladi. Bu esa juda og'ir. Ikkinchidan, eko atrofida ko'plab afsonalar mavjud. Aslida bepushtlik davolashni talab qiladigan kasallikdir va eko davolash usuli hisoblanadi. Eko bilan bog'liq afsonalar va taxminlar, eko haqidagi mavjud bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarga qaramay, ko'plab savollar hali ham mavjud. Bu savollar afsonalar, qo'rquvlar va noto'g'ri tushunchalarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun bu savollarga aniqlik kiritish va faktlarni uydirmalardan ajratish uchun yetakchi shifokor va mutaxassislarga murojaat qildik. Ekodan keyin homilani saqlab qola olmaslik xavfi biroz yuqoriroq bo'ladi. Buni sababi shundaki, eko odatda muayyan muammolar tufayli amalga oshiriladi.
Gormonal muvozanatsizlik, yallig'lanish jarayonlari, bachadon miomasi va boshqa omillar. Ana shu sabablar tufayli EKUga murojaat qilinadi. Uzoq muddatli gormonal qo'llab-quvvatlash tug'ruq jarayoniga ta'sir qiladimi? Uzoq muddatli gormonal qo'llab-quvvatlash ba'zan tug'ruq faoliyatining sustligiga olib kelishi mumkin. Chunki ayol uzoq vaqt progesteron qabul qilganda tug'ruq jarayoni cho'zilib ketishi mumkin. Tug'ruq faoliyati sust bo'lish holatlari ham tez-tez uchraydi. Kesarcha kesish ehtimoli ham tabiiy yo'l bilan homilador bo'lgan ayollarga nisbatan biroz yuqoriroq bo'ladi. EKUdan keyin homiladorlikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari bormi? Menimcha, EKUdan keyingi homiladorlikni olib borishda katta farq yo'q. Odatdagi homiladorlik kabi kuzatiladi. Faqat barcha tibbiy protokollar va tavsiyalarga rioya qilish kerak. EKUdan keyingi tug'ruq tabiiy homiladorlik bilan tug'ilishdan farq qiladimi? Agar hech qanday qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, unda tug'ruq tabiiy tug'ruqdan umuman farq qilmaydi. Hammasi xuddi shunday kechadi. Faqat qo'shimcha xavf omillari bo'lsa, albatta hisobga olinadi. EKU sezaryen uchun avtomatik ko'rsatmami? Yo'q, albatta. Bu avtomatik ko'rsatma emas. Bu xavf omillaridan biri. Hatto ko'rsatma ham emas. Boshqa omillar bilan birgalikda kesarcha kesish operatsiyalari ko'proq uchraydi. Chunki EKU amalga oshirilishining boshqa ko'plab sabablari bor va bu operatsiyaga olib keladi. Shunday qilib, IVFning o'zi tufayli emas. Buning sababi bu emas. Qaysi eng keng tarqalgan va yanglish tushunchalarni rad etgan bo'lardingiz? O'zbekistonda EKU ochig'ini aytganda hali yangi yo'nalish hisoblanadi. Bu muolaja amaliyotga faqat so'nggi 5-6 yil ichida keng kirib keldi. Undan oldin bepushtlik muammosi bor ayollar asosan xorijga, Turkiya, Rossiya, Qozog'istonga yuborilar edi. Shuning uchun turli afsonalar hali ham uchrab turadi, ammo asta-sekin jamiyat bu holatga ko'nikyapti va biz bunday homiladorliklarni odatdagidek kuzatib boryapmiz. EKU orqali tug'ilgan bolalar zaif yoki to'liq rivojlanmagan bo'ladi degan fikr mutlaqo noto'g'ri. Men amaliyotimda bunday farqni umuman kuzatmaganman. Chunki men bu kabi bemorlar bilan qariyb 30 yildan beri ishlayman. Menda Qozog'iston, Turkiya, Isroildan EKU orqali homilador bo'lib kelgan bemorlar ham bo'lgan. Bolalar hech qanday jihatdan farq qilmaydi. Homiladorlikni olib borish va tug'ruq jarayoni ham odatdagi homiladorlik kabi EKUdan kechadi. keyin yangi tug'ilgan chaqaloqlarning kuzatishda biron bir o'ziga xos xususiyatlari bormi? EKU orqali tug'ilgan bolalarni kuzatishda hech qanday alohida farq yo'q. Bular aynan bir xil bolalar. Ularni tabiiy yo'l bilan tug'ilgan bolalardan farqlab ham bo'lmaydi. Agar ota-ona bu haqda aytmasa, bolaning EKU orqali tug'ilganini bilib bo'lmaydi. Sizning tajribangizga ko'ra, EKU orqali tug'ilgan bolalar qanday rivojlanadi? EKU orqali tug'ilgan bolalar kuzatilmoqda. Ular boshqa bolalardan mutlaqo farq qilmaydi. Ular oddiy bolalar. EKU orqali tug'ilgan bolalarning motor va psixoemotsional rivojlanishi oddiy bolalarnikidan farq qilmaydi. Shifokor oddiy ko'rik paytida agar oldindan bilmasa, bola EKU orqali tug'ilganini aniqlay oladimi? Bugungi kunda dunyo bo'yicha EKU orqali tug'ilgan bolalar soni 8 milliondan oshgan. Ularning ko'pchiligi allaqachon katta bo'lib, hatto o'z farzandlariga ham ega bo'lgan. Shuning uchun EKU orqali tug'ilgan bolalar keyinchalik farzand ko'ra olmaydi degan afsona mutlaqo noto'g'ri. Shuning uchun agar fiziologik yo'l bilan homilador bo'lish imkoni bo'lmasa, EKU qilishdan qo'rqmaslik kerak. Bu ilmiy jihatdan isbotlangan usul. Zamonaviy tibbiyotda bunday imkoniyat borligi juda yaxshi. Bu usul tabiiy yo'l bilan farzand ko'ra olmagan oilalarga bolali bo'lish baxtini taqdim etadi. Bu mutlaqo normal va zamonaviy tibbiy usul. Aslida ko'plab juftliklar EKU onkologik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin deb xavotirlanadi. Qabullarimda men juda ko'p marta Janna Friski EKUdan keyin saratonga chalingan ekan degan gaplarni eshitaman. Ammo shuni aytish kerakki, Janna Friskida glioma deb ataladigan yomon sifatli o'sma bo'lgan. U progesteronga bog'liq o'smalar qatoriga kiradi. Aslida tabiiy yo'l bilan kelgan homiladorlik ham bunday o'smani tez o'sishini qo'zg'atishi mumkin. Shuning uchun EKU protokoliga kirishdan oldin ayollar to'liq tekshiruvdan o'tkaziladi. Masalan, ko'krak bezida fibradenoma yo'qligi, buyraklar yaxshi ishlayotgani, jigarda toksik gepatit kabi muammolar yo'qligi tekshiriladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar organizmda oldindan
onkologik hujayralar bo'lmasa, eko saratonni keltirib chiqarmaydi. Bilasizmi, ba'zan bemorlar kelib, men qo'rqaman, chunki onamda ham, buvimda ham saraton bo'lgan deyishadi. Bunday holatlarda men bemorning xavotirini inobatga olib, ekoni tabiiy siklda o'tkazishni tavsiya qilaman. Yelenada bepushtlikning eng ko'p uchraydigan sabablaridan biri naychalar omili aniqlangan. Ya'ni ikkala bachadon naychasi ham o'tkazuvchan emasdi. Laparoskopiya orqali ularning o'tkazuvchanligini tiklashga urinish qilindi, ammo afsuski bu muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Shundan keyin juftlik o'ylab, ongli ravishda eko dasturiga kirishga qaror qildi. Ammo bu yerda ham barchasi darhol muvaffaqiyatli bo'lib ketmadi. Men 21 yoshimda turmushga chiqdim. 1 yil o'tdi, lekin homiladorlik yuz bermadi. Men uchun bu albatta juda g'alati edi, chunki yoshman, turmushdaman, ammo homilador bo'la olmayapman. Tabiiyki, yaxshi shifokor izlay boshladim. Shifoxonaga murojaat qildim. Biz to'liq tekshiruvdan o'tdik va natijada ma'lum bo'ldiki, menda bachadon naylari bilan bog'liq muammo bor ekan. Ular butunlay o'tkazmaydi. Yopishmalar ham bor edi. Shuningdek, qalqonsimon bez bilan bog'liq muammo ham aniqlandi. TTG gormoni yuqori ekan. Albatta, bu men uchun juda og'ir bo'ldi. Yosh bo'lsam-da, shuncha kasallik borligini bilish yoqimsiz edi. Qo'rquv, ko'z yoshlar, to'g'risi, eko nimaligini ham bilmasdim. Bu so'zni birinchi marta eshitganman. Keyin internetdan o'qidim. Shifokor ham tushuntirdi. Shunda tushundimki, vaqtni cho'zmaslik kerak. Naychalarni olib tashlash shart. Chunki ularni tiklashga yana taxminan 1 yil ketadi. Yana vaqt o'tadi. Oxiri naychalarni olib tashladik. Men tiklandim. Shundan keyin eko dasturiga kirish uchun tayyorgarlik boshlandi. Ekoga kelish uchun ham ayol ideal darajada sog'lom bo'lishi kerak. Qalqonsimon bez bilan muammo bo'lmasligi kerak. Shuning uchun gormonlarni ham me'yorga keltirdik. Keyin stimulyatsiya boshlandi. Mendan 20 ta follikula olindi. Shu 20 ta follikuladan 7 ta embrion hosil bo'ldi. Keyin embrion ko'chirish jarayoni boshlanib ketdi. Embrion bachadonga joylashtirildi. Hammasi yaxshi o'tdi. Ammo 2 haftadan keyin qandaydir sabab bilan tushish yuz berdi. Sababi tushunarsiz edi. Men rosa yig'ladim. Ekoga umuman ishonmay qo'ydim. Homilador bo'la olishimga ham ishonmay qoldim. O'shanda o'yladimki, ehtimol bu meni oxirgi urinishimdir. Chunki bu orzuga yetish uchun qancha intilishlar bo'lgandi. Eko muvaffaqiyatsiz tugagandan keyin ayol faqatgina xafagarchilikni emas, balki perinatal yo'qotish hissini ham boshdan kechiradi. Bu tuyg'u turli bosqichlarda paydo bo'lishi mumkin. Masalan, tuxum hujayralarini olishning o'zi amalga oshmasa, bu ham yo'qotishdek qabul qilinadi. Hatto aslida yo'qotish fakti bo'lmasa ham bu holat perinatal yo'qotish kabi his qilinadi. Agar urug'lanish sodir bo'lmasa, bu ham yo'qotishdek tuyuladi. Masalan, preimplantatsion genetik diagnostika paytida biror narsa rejadagidek bo'lmasa, bu ham yo'qotish sifatida qabul qilinadi. Bunday holatlarda bu yo'qotishni ruhan qabul qilish, uni motam tutishdek, ya'ni bu dardni boshdan kechirish juda muhim. Keyingi qadamni qo'yishdan oldin bu tuyg'ularni yengish kerak. Yig'lash, tuyg'uni chiqarish kerak. Bu insonning sinmasligi uchun zarur. Bu yerda o'zingni qo'lga ol degan tamoyil emas, balki qayg'uni to'liq boshdan kechirish muhim. Yig'lab olish, bu holatni qabul qilish va keyin qo'llab-quvvatlash bilan olg'a harakat qilish kerak. Faqat 3-embrion ko'chirish muvaffaqiyatli bo'ldi. Homiladorlik rivojlana boshladi va yana bir necha oydan keyin, Xudo xohlasa, Yelena ona bo'ladi. Uziga bordim. Birinchi skrining. Hammasi yaxshi, hammasi ideal. Lekin baribir qo'rquv bor, xavotirdaman. Ikkinchi skriningni kutdim. Ikkinchi skriningga keldim. Hammasi yaxshi, shukr. Shundagina biroz yengil nafas oldim va xotirjam yashay boshladim. Hamma tahlillar yaxshi. Bola bachadonga yaxshi joylashgan, rivojlanyapti. Hozir 34 haftalik homiladorlik. Biz bola tug'ilishini kutyapmiz. Tug'ruqxona uchun kerakli narsalarni ham tayyorlab qo'ydik. Hammasini sotib oldik. Qisqasi, men juda baxtliman. Ikkinchi ko'chirish paytida hatto ekoga ishonmay qo'ygandim. Ehtimol bu bema'ni narsadir. Homilador bo'lish mumkin emas deb o'ylagandim. Aslida homilador bo'lish mumkin ekan. Faqat keyinchalik homilani saqlab qolish qiyin bo'lgan. Hozir esa tushunyapmanki, eko haqiqatdan ham juda muhim imkoniyat ekan. Masalan, ayol to'liq bepusht bo'lsa, naychalari bo'lmasa ham baribir homilador bo'lish imkoni bor.
Bugungi kunda mamlakatimizda har 6-chi oila farzandli bo'lishda qiyinchilikka duch kelyapti. Bu taxminan 15-20% oilani tashkil etadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham bepushtlikni insoniyatni epidemiologik muammosi sifatida tan olgan. Aslida bepushtlik nima? Bu reproduktiv yoshdagi juftlikda 1 yil davomida himoya vositalarisiz muntazam jinsiy hayot bo'lishiga qaramay, homiladorlik yuz bermasligi. Agar homiladorlikni rejalashtirish haqida gapirsak, juftlikda jinsiy aloqa muntazam bo'lishi kerak. Bu haftasiga 2-3 marta bo'lishi maqsadga muvofiq. Chunki erkakda spermatogenez yangilanib turishi kerak. Eng muhimi, ekoga jiddiy tayyorgarlik ko'rish. Bu avvalo to'liq tekshiruv demakdir. Biz shunchaki xohlagan ayolni olib, darhol protokolni boshlab yubora olmaymiz. Avvalo tayyorgarlik ko'ramiz, tahlillar topshiriladi, ayolga katta ro'yxat beriladi va u bosqichma-bosqich barcha tekshiruvlardan o'tadi. Qon tahlillari, turli mutaxassislar konsultatsiyasi, chunki biz faqat ekoga emas, balki kelajakdagi homiladorlikka, uni ko'tarib yurishga va tug'ruqqa tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ayolda homiladorlikka qarshi ko'rsatmalar yo'qmi? Shuni ham aniqlash kerak. Chunki ba'zan shunday holatlar ham bo'ladi. Ayol keladi va tekshiruv paytida uni faqat bitta buyragi borligi ma'lum bo'ladi. U esa hayotida hech qachon hatto qorin bo'shlig'ini o'zi tekshiruvini ham qildirmagan bo'ladi. Shuning uchun biz eng avvalo xavfsizlikni ta'minlashimiz kerak. Barcha jarayonlar bemor uchun xavfsiz tarzda o'tishi muhim. Ekstrakorporal urug'lantirish jarayonida har bir mutaxassisning o'rni juda muhim. Har biri o'zining asosiy vazifasini bajaradi. Ammo shunday bosqich borki, unda vaqt soatlar bilan hisoblanadi va ba'zan yagona qarori hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Aynan shu paytda embriologning zargarona aniqligi va professionalligi juda ko'p narsani, ba'zan esa hammasini hal qiladi. Embriolog bu eko dasturini barcha laboratoriya qismiga mas'ul bo'lgan mutaxassis. Bu jarayonni barcha texnik tomonlari bizni qo'limizda. Bu juda nozik, zargarona aniqlikni talab qiladigan jarayon bo'lib, biz uni doimiy ravishda nazorat qilib boramiz. Biz gametalarni tanlab olamiz, urug'lantirishni amalga oshiramiz, eng yaxshi embrionlarni tanlab, ularni o'stirib boramiz va ko'chirish uchun eng munosiblarini ajratamiz. ICSI bu spermatozoidni to'g'ridan-to'g'ri tuxum hujayrasiga kiritish usuli. Bu usul erkak omilli bepushtlik holatlarida homiladorlik ehtimolini oshiradi. Agar erkakda bepushtlik omili bo'lmasa, ya'ni ko'rsatkichlar yaxshi bo'lsa, urug'lantirish usuli 5-kungacha yaxshi embrionlar soniga deyarli ta'sir qilmaydi. Shuningdek, ICSI usuli juftlikda avvalgi dasturlarda urug'lantirish bilan bog'liq muammolar kuzatilgan bo'lsa ham qo'llaniladi. Zamonaviy muzlatish usuli vitrifikatsiya yo'qotishlar foizini ancha kamaytirgan bo'lsa-da, baribir taxminan 10% gacha yo'qotish ehtimoli saqlanib qoladi. Shuning uchun biz bemorlarimizga doim shunday deymiz: agar sizda farzand ko'rishni istagan doimiy juftingiz, turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, embrionlarni muzlatish yaxshiroq. Chunki tuxum hujayrasi juda ham nozik tuzilishga ega. Embrionda esa bir nechta hujayralar bo'ladi. Shu sababli muzlatishdan chiqarilganda ba'zi hujayralar yo'qolsa ham, embrion ularni oson tiklaydi va rivojlanishda davom etadi. Agar juftlik o'z reproduktiv vazifasini bajargan deb hisoblasa va boshqa farzand ko'rishni istamasa, unda ikkala tomonning, ya'ni genetik onaning va genetik otaning arizasi asosida embrionlarni utilizatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Utilizatsiya jarayoni shunday amalga oshiriladi. Embrionlar suyuq azotdan olib chiqilib, oddiy havoga qo'yiladi. Havo ta'sirida ular yashash qobiliyatini yo'qotadi. Ayrim davlatlarda boshqa amaliyotlar ham bor. Masalan, juftlik embrionlarni boshqa oilalarga hadya qilishi mumkin. Ular donor embrion sifatida, donor tuxum hujayrasi yoki donor sperma bilan bog'liq dasturlarda, shuningdek, surrogat onalikda ham qo'llanilishi mumkin. Ammo bizning mamlakatimizda bu amaliyot taqiqlangan. Oila qurishni rejalashtirayotgan yoshlar nikohdan oldin, ya'ni to'ydan avval to'liq tibbiy tekshiruv, check-updan o'tishlari kerak. Jumladan, gormonal fonni ham tekshirish juda muhim. Agar oila allaqachon tuzilgan bo'lsa va ular homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsa, eng to'g'risi homiladorlikni rejalashtirishdan kamida 3 oy oldin organizmni to'liq tekshiruvdan o'tkazish. Shu jumladan, gormonal fonni ham albatta tekshirish kerak. Chunki bugungi kunda qalqonsimon bez disfunksiyasi juda ko'p uchraydi va ko'pincha u subklinik shaklda kechadi. Ya'ni insonda hech qanday alomatlar bo'lmaydi, ammo gormonal tahlillarda muammo aniqlanadi. Bu holat esa ayolning reproduktiv salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Masalan, ayol homilador bo'lishi mumkin, ammo homilani saqlab qola olmasligi ham mumkin. Ba'zan rivojlanmaydigan homiladorlik holatlari yoki tushishlar yuz beradi. Ba'zi hollarda esa homiladorlik tug'ruq bilan yakunlansa ham bolada turli nuqsonlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun salomatlikni oldindan tekshirish juda ham muhim. Bepushtlik aslida o'ziga xos kasallik hisoblanadi. Bu tashxis ko'pincha ikkala turmush o'rtog'iga ham qo'yiladi. Umuman olganda, bepushtlikni biz ikkita turga ajratamiz: absolyut va nisbiy bepushtlik. Absolyut bepushtlik bu juftlikda ko'proq hollarda ayollarda reproduktiv organlardan biri umuman mavjud bo'lmagan holatdir. Masalan, bachadon yoki boshqa muhim reproduktiv organlarning yo'qligi. Nisbiy bepushtlik esa biz amaliyotda eng ko'p uchratadigan holatdir. Bularga bachadon naychalarining o'tmasligi, endometrioz, turli gormonal buzilishlar kabi muammolar kiradi. Aynan shunday holatlar bilan biz ko'pincha EKO yordamida kurashamiz. Hozirgi kunda, afsuski, ham erkaklarda, ham ayollarda bepushtlik holatlari tobora ko'payib bormoqda. Ilgari erkaklar bepushligi taxminan 30% ni tashkil etgan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 50% ga yetgan. Ya'ni erkak va ayol bepushligi deyarli teng ulushni tashkil etmoqda. O'zbekistonda EKO dasturi yo'lga qo'yilganidan beri natijalarimiz yaxshi bo'lib kelmoqda va yil sayin ular yaxshilanib bormoqda. Buning sababi embriologlarimizning malakasi ortib borayotgani, yangi texnologiyalar va ilgari mamlakatimizga olib kirilmagan zamonaviy uskunalardan foydalanish imkoniyati paydo bo'layotganidir. Biz o'zimiz ham doim rivojlanyapmiz. Eng muhimi, biz amaliyot orqali katta tajriba to'playapmiz. Shuning uchun ishonch bilan aytishim mumkinki, O'zbekiston fuqarolari mamlakatimizdagi EKO klinikalarida homiladorlikka erishish uchun juda yaxshi imkoniyatlarga ega. Ham EKO yordamida, ham tabiiy yo'l bilan. Juda yaxshi ish bo'lgan bo'lardi agar davlat ham bu muammoga yanada ko'proq e'tibor qaratib, EKO dasturiga muhtoj ayollarga qo'llab-quvvatlash ko'rsatsa. Masalan, kvotalar ajratish yoki EKO dasturlarining kamida bir qismini davlat tomonidan moliyalashtirish. Albatta, meni fikrimcha, mamlakatimizdagi o'rtacha daromadli ko'plab oilalar EKO dasturini amalga oshirish imkoniyatiga ega. Ammo baribir bunday imkoniyatga ega bo'lmagan juftliklar ham bor. Shu o'rinda aholimizga ham alohida minnatdorlik bildirgim keladi. Chunki turmush qurib, bir yil davomida muntazam jinsiy hayot kechirib, homiladorlik yuz bermagan juftliklar odatda darhol tekshiruvlardan o'ta boshlaydi. Ko'p hollarda ular tekshiruv uchun aynan reproduktologga murojaat qilishadi. Ginekologlarning yo'nalishi biroz boshqacharoq. Reproduktologlar esa juftliklardagi bepushtlik muammosi bilan shug'ullanadi. Ya'ni faqat ayolni emas, balki juftlikni birgalikda ko'rib chiqadi. Bu esa homiladorlikka tabiiy yo'l bilan erishishga yordam beradi. Mana shu EKO tufayli ota-ona bo'lgan oilalarning haqiqiy va samimiy hikoyalari. Ular farzandli bo'lish uchun xorijga emas, balki o'z yurti O'zbekistonda murojaat qilishdi. EKOdan keyingi homiladorlik bu doimo umumiy sa'y-harakatlar natijasi. Bu tibbiyot va insonning birga harakat qilishi, fan orzuni qanday qilib haqiqatga aylantirishi haqidagi hikoya. Ushbu film esa bir narsani yana bir bor eslatib tursin. Mo'jiza bor. EKO yordamida dunyoga kelgan har bir bola bu g'alaba. Bu fan, jamoa va eng muhimi ishonishdan to'xtamagan ikki insonning g'alabasi.